Ышырашып туған жерлерді
görgülemek için sahneye Doğan Dil Samara Ülke Tatarlar Uyuşmasının müdiri Ferhat Tabilcanoğlu Mahmudov'u çağıralım. Hayırlı geç, iseniz hürmetli varmamı siyasi aziz milletvekiler. Doğan Dil isiminden hem Doğan Dil Prezidenti Şakurov İlyas Gümüş'ten sizge koyulan selamlarımı taşıram. Bizim Doğan Dil uyuşması bu yıl bizim 25 yıllığını uzdura. Hem bu yılda bütün şaralar anın 25 yıllığı ismi aslında uza. Hem 21 iyunda uzaşar bu yılda Savan Toy'da Doğan Dil'in 23 yıllığı isiminde uzak hem bugünkü konkursta katlaşkan barlık garmonistlarını men şu beyramga çağıram. Bu yıl bu beyramimiz jurnalistlarga sunabız. O başlanan saat 9'da hem tenge 11'ge kadar devam edecek. Biz ana kechki oila yoluna aylantirga tirishamiz shunga endi qozon yigitlar ham bizlarga gruppalarni chaqirdik, shularga birgalashib oilalar bilan kelib yo'l o'tamiz. Rahim deb keldik. Bugungi konkursga kelganda men zarg'onta keting chunki jyurilashlarga to'g'ri keldi. O'zingiz bilasizlar, bek og'ir ishi, chunki garmonistlar butun 8 kishi qaysini menga o'rin beriga ekan optirab turdik. Optirab halitirga to'g'ri keldi. Ama ondan so'ng o'ylashda tam bir shartda ikkinchi kelajak konkursning shartlarini birer qoida keltirgandek degan fikrda tug'di bizda. 7 yoshdan uzgan garmonistlarga birinchi o'rinni bermaslik, agarda onun bunda o'quvchisi bo'lmasa, har bir garmonist bizni o'quvchi ajrlarga tegish. Mana shunisi kerak, chunki yoshlarimiz qizg'anish osmini bir yigitgina bizni bek quvontirdi. Anadan bir alqishlaymiz. Bu beyramni uyushtirgan uchun, milliy minglarni qaytargan uchun xalqimizga, Rafael Kamilov sizga, Ralina Gumov sizga ham barcha uyushtiruvchilarga bek rahmatlarimizni bildiramiz. Doğan Dil uyushmasida 25 yil tatar madaniyatini, tatar firqalarini saqlab qoluvda zo'r ish olib boradi. Agar birgalashib ishlasak, bizning milliy minglarimiz, firqalarimiz xalqimizga qaytar, saqlanib kelajak ularga bizani yetkazib